Elektrokardiograf. Kardiopia 800H bu on 2 kanalli elektrokardiograf bo'lib, yurakning elektr signallarini o'lchab, yurak urish tezligi va ritmini tahlil qiladi hamda yozib oladi. Oz miqdordagi signal bilan tekshiruv o'tkazish mumkin bo'lib, yurak urishi, nafas olishi va kislorod to'yinish darajasini uzluksiz kuzatish imkoniyati mavjud. Tarkibiy qismlar haqida. Qurilma quyidagi qismlardan iborat: asosiy blok elektrodlari, qo'loyoqqa ulanadigan qisqich elektrodlar, klamp limb elektrodi, qo'loyoq elektrodlari, bemor kabeli, onliyat kabel, quvvat kabeli, printer qog'ozi, bir rulon va foydalanuvchi qo'llanmasi. Installatsion and preparation. Qurilmani ishlatishdan oldin avvalo batareyani ulash kerak. Asosiy qurilmaning pastki qismidagi batareya qopqog'i vintlarini bo'shating. Qurilmani ishlatishdan oldin avvalo batareyani ulash kerak. Asosiy qurilmaning pastki qismidagi batareya qopqog'i vintlarini bo'shating. Qopqoqni ochib, batareya ulagichini ulang. Ulagich to'liq ulanib, chaki degan ovoz chiqquncha mahkam ulanilishi kerak. Ulash tugagach, qopqoqni teskarisiga yopib, vintlarni mahkamlang. Quvvat kabelini ulang va kalitni yoqing. Kalitdagi I yoqilgan, on, O o'chirilgan, off degan ma'noni bildiradi. Quvvat yoqilganda quvvat indikatori LED yonishini tekshiring. Batareya ulangan bo'lsa, batareya ulagichidagi LED ham yonadi. Batareya deyarli to'liq zaryadlangan bo'lsa, LED yashil rangda, zaryadi kam bo'lsa, toq sariq rangda yonadi. Agar quvvat yoqilmagan bo'lsa, batareya zaryadlanmaydi. Shuning uchun qurilmani yoqib ishga tushiring. Batareya to'liq zaryadlanishi 3 soat davom etadi. Odatda, batareya to'liq zaryadlanganidan so'ng taxminan 160 ta hisobotni ketma-ket chop etish mumkin. Dorlotger, qopqoq qulfi tugmasini bosib, qopqoqni oching va printer qog'ozini tor, grid tomoni yuqoriga qaratilgan holda joylashtiring. Printer qog'ozi rolikdan o'tib, qopqoq tashqarisiga chiqib turishi kerak. Bemor kabelini ulash. Pin shakli va teshik shaklini moslab ulang va mahkam bosing. Tekshiruv davomida kabel ajralib ketmasligi uchun ikkala vintni burab mahkamlang. LAN ulagichini ulash. Asosiy qurilmaning o'ng tomonidagi LAN portiga internet kabelini ulang. Elektrodlarni ulash. Bemor kabelini qo'loyoq, limb va ko'krak chest elektrodlariga ulang. Eslatma. Ritm rejimi Rhythm mode. Burib mahkamlang. Plagdagi kengaygan prujina qismi teshikning o'rtasida joylashishi kerak. Qo'l va oyoq, limb elektrodlaridan 4 dona, ko'krak, chest elektrodlaridan 6 dona taqdim etilgan. Signalini yozib olishdan oldin ulanishingizni tekshiring. Aloqa uzilishi shovqin, noise keltirib chiqarishi mumkin. Quvvat yoqilganda lift ekranda quyidagi ko'rinish paydo bo'ladi. Qurilmasi taxminan 15 soniya davomida ishga tushayotganda quvvatni o'chirmang. Bemor ma'lumotlarini kiriting. Dastlab ingliz tili rejimi sozlangan bo'lib, rus tili rejimiga o'tkazish mumkin. Ma'lumotlarni saqlash uchun bemor itsini kiritish majburiydir. Yosh juda muhim parametr hisoblanadi, chunki 15 yoshgacha pediatrik, 16 yosh va undan kattalar adult sifatida tasniflanadi. Yoshning to'g'ri kiritilishi interpretatsion natijalariga ta'sir qiladi. Tugilgan sanani kiritganingizda yosh avtomatik hisoblanadi. Bo'yi va vazni ham kiritilishi mumkin. Agar bemorda pachemaker o'rnatilgan bo'lsa, pachemaker bo'limini tanlang. Va qaysi liyatga ulanganini belgilang. Tasdiqlash, confirm tugmasini bosib bemor ma'lumotlarini kiritishni yakunlang. Elektrodesning o'tkazuvchan yuzasini toza artib oling. Ayniqsa, limb, qo'loyoq elektrodlarning o'tkazuvchi yuzasi tanaga qarab joylashtiring. Suyak bo'lgan joylarga qaraganda yumshoq to'qima, go'sht joylarda signal yaxshiroq olinadi. Batafsil ma'lumot uchun foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling. Bemorga tekshiruvni boshlashdan oldin
On 2 qatorli ek ma'lumotlarini bir vaqtning o'zida olish uchun 10 soniya, kamida 8 soniya davomida bemorning hamkorligini ta'minlash zarur. Bemorga bo'shashgan holatda harakatsiz yotish kerak. Bu mushak artefaktlarini va etk to'lqinining tebranishini minimal darajaga tushiradi. Etk to'lqin shakli 12, 6 yoki 3 kanalli turli formatlarda chop etilishi, yozib olinishi yoki eksport qilinishi mumkin. Agar yozib olingan etk to'lqin shakli shifokor tomonidan oqib bo'lmaydigan darajada sifatsiz bo'lsa, qayta yozib olish tavsiya etiladi. Agar elektrodlar bemor terisidan uzilsa yoki noto'g'ri yopishtirilsa, Liadofi xabari ekranda va yozuv qog'ozida paydo bo'ladi. Tardipi etk qurilmasida avtomatik talqin natijasini olish uchun etk olish tugagandan so'ng etk ma'lumotlarini o'lchash va tahlil qilish uchun taxminan 10 soniya talab etiladi. Elektrodesni to'g'ri ulanganidan so'ng signalning normal kelishini ko'rish mumkin. Ekranning yuqori qismidagi Export tugmasini bosib, ma'lumotlarni saqlash va chop etish joyini tanlang. Export destination. Internal memory qurilmaning ichki ma'lumotlar bazasiga saqlanadi va taxminan 10 mingta yozuvgacha saqlash mumkin. Printer qurilmaning ichki termal printeri bilan chop etiladi. Alohida dasturiy ta'minot o'rnatish talab etiladi. Ixtiyoriy. Printer tashqi printer ulanadi. Bir nechta tijorat printerlari qo'llab-quvvatlanadi va uz porti orqali chop etish mumkin. Ba'zi HP lazer printerlari ishlaydi. Patch server sozlamalar orqali ishlatilishi mumkin. Server sozlamalar orqali ishlatilishi mumkin. USB memory. USB flash disk yordamida ma'lumotlarni bevosita saqlash mumkin. Xil 7 qo'llab-quvvatlanadi. Export manzillarini bir nechta tanlash mumkin, ammo saqlash joylarini ko'p tanlash tizimga ortiqcha yuk tushishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun taxminan 3 ta manzilni tanlash tavsiya etiladi. Export sozlamalari qurilmani o'chirib yoqganingizdan keyin ham oxirgi holatda saqlanadi. Export destinationni tanlaganingizdan so'ng Save tugmasini bosing. Signal barqaror bo'lmagan holatda to'lqin sariq rangda ko'rsatiladi. Agar elektrodlari to'liq ulanmagan bo'lsa yoki bemor harakat qilsa, to'lqin sariq rangda ko'rsatiladi. Signal barqarorlashgach, to'lqin yana yashil rangga o'zgaradi. Signal barqaror holatda ekranga tegib, Run Stop tugmasini bosganingizda signal yigish boshlanadi. Tashxis tahlili uchun 10 soniya talab etiladi. Hozirgi sozlamalar internal memory va printerga o'rnatilgan bo'lib, ma'lumotlar saqlanishi va chop etilishi amalga oshiriladi. Retorch bo'limida kanalni tanlab, kerakli formatda o'lchash mumkin. Odatda 6 bir kanal keng qo'llaniladi. Namoyish qurilmasi 12 kanalga sozlangan. Iton izohlari. Retorch kanalni o'zgartirish va chop etish o'lchamini sozlash mumkin. Hozirgi sozlama Atort formatida o'rnatilgan. Agar uzunroq chop etish kerak bo'lsa, Atort sozlamasini o'chirib boshqa variantni tanlash mumkin. Sense va Sensitivity odatda auto yoki on qiymatiga o'rnatilib ishlatiladi. Sptims. Tezlik odatda 25 ga o'rnatilgan. Filter foydalaniladigan mamlakat sharoitiga mos ravishda his tanlovi sozlanishi mumkin. Zoom etk to'lqinini kattalashtirish yoki kichiklashtirish uchun 50, 100, 200, 300, 400 full sozlamalari mavjud. Display faqat etkini ko'rsatish uchun kanal formatini tanlash mumkin. Sozlamalar rejimida o'rnatilgan qiymatlar qurilmani o'chirib yoqganingizdan keyin ham saqlanadi. Freeze etk to'lqinini faqat ko'rsatish yoki skanerlashni to'xtatish imkonini beradi. Retort mode tavsifi. Auto mode avto rejim ida diagnostika ma'lumotlari mavjud bo'lib, odatiy etk shaklidagi hisobotlar ham ushbu rejim orqali chiqariladi. Shu sababli ko'pchilik foydalanuvchilar auto rejimidan foydalanadi. Manual mode uzoq vaqt davomida etk ma'lumotlarini kuzatmoqchi bo'lsangiz, manual mode ni tanlang, ekranni bosing va Run Stop tugmasini bosib ishga tushiring. Maksimal 20 daqiqagacha yozuv chiqarish mumkin. Yozishni to'xtatish uchun Stop tugmasini qayta bosing. Rhythm 12 kanalli ekdan bitta liat bo'yicha 60 soniyalik to'liq ritm, full disclosure rhythm ma'lumotini ixcham formatda chiqaradi. Bu aritmiya ekni ko'rib chiqishga yordam beradi.
Elapset H ko'rsatkichi ekranda aks etib turgan paytda belgilangan nuqtadan boshlab vaqt o'tishi davomida hosil bo'lgan H to'lqinini chop etish yoki yozib olish uchun qo'llaniladi. Chopi qurilmaning o'zgaruvchan, volatile xotirasida saqlangan eng so'nggi bemor H ma'lumotini chop qilish, yozish yoki eksport qilish uchun ishlatiladi. Yangi bemorning H ma'lumotini run orqali o'tkazsangiz, avvalgi ma'lumot ustiga yoziladi. Agar qurilma o'chirib yoqilsa, ushbu ma'lumot bo'shatiladi. Kalibr H qurilmasining chastota javobini tekshirish uchun bir impulsi referens signali orqali ishlatiladi. Uch shovqin noise yuzaga kelishi. Home database chop etilgan hisobotlar ma'lumotlar bazasiga saqlanadi. Database menyusini tanlang. Son ma'lumotlar bazasidan bemor IT raqamini tanlab Open tugmasini bosing. Kerakli ma'lumotni tanlab Open tugmasini bosish orqali saqlangan to'lqin ma'lumotlarni qayta ochib ko'rish mumkin. Ekranni chap va o'ng tomonga surish orqali barcha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Memory funksiyasi ishlatilganda haqiqiy 10 soniyalik signal yigiladi. 12 ta elektroddan olingan 10 soniyalik H signalini batafsil ko'rish mumkin. General bemorning asosiy ma'lumotlarini ko'rish mumkin. Bemor bo'yicha izoh kiritmoqchi bo'lsangiz, tegishli katakka yozing. Interpretatsion o'lchangan ma'lumotlar bo'yicha batafsil tahlil natijalari ko'rsatiladi. O'lchov natijalari va interpretatsiya, tahlil xulosalari ekranda aks ettiriladi. Parametr 12 kanalli H to'lqin shaklining barcha batafsil o'lchovlarini ko'rsatadi. Averages 12 ta kanaldagi o'rtacha H to'lqin segmentlarini ko'rsatadi. Details to'liq distlosure batafsil hisobot sahifasini hamda H to'lqinlarning asosiy o'lchov funksiyalarini ko'rsatadi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Sozlama. LED yonganda qurilmani yoqing. Qurilma yuklanishni boshlaydi va asosiy ekran monitoring oynasidir. Home sistem general bo'limidan shifoxona nomi, shifokor nomi va tilni sozlash mumkin. Tilni o'zgartirgandan so'ng save tugmasini bosilsa, sozlama qo'llanadi. Ekran interfeysi tarjima qilinadi, biroq diagnostik tahlil, interpretatsiya tarjima qilinmaydi. Yozuv rejimi Retort mode. Retorts bo'limida tanlangan sozlamalar qurilmani o'chirib yoqqaningizdan keyin ham saqlanadi. 1. Standart yozuv default recording. Avtomatik qo'lda ritm, davriy yozuv, vaqt o'tishi, kalibratsiya va saqlash funksiyalarini sozlash mumkin. Standart yozuv odatda auto rejimiga o'rnatilib ishlatiladi. 2. Yozuvni oldindan ko'rish retort preview. Yozish yoki eksport qilishdan oldin H to'lqin shakli va interpretatsiya natijalarini oldindan ko'rish mumkin. Chop etishdan oldin signal holatini tekshirib, keraksiz qog'oz sarfini kamaytirishingiz mumkin. Patchga yuborishdan oldin ham signalni tekshirib, xatoliklarning oldini olish mumkin. Har bir rejimda foydalaniladigan kerakli parametrlarni tanlang. Auto rejim, auto mode. Retort length, yozuv davomiyligi odatda 10 soniyaga o'rnatilib ishlatiladi. Diagnostik tahlil uchun zarur bo'lgan minimal vaqt 10 soniya. Parameters funksiyasini yoqsangiz, parametr qiymatlari ham birga chop etiladi. Qo'lda rejim, manual mode. Yozuv vaqtini foydalanuvchi bevosita o'zi belgilaydi. Ritm rejimi, ritm mode. Vaqt, liat, tezlik va xirvi parametrlarini sozlash mumkin. O'tgan vaqt rejimi, elapset mode. H to'lqin shakli ko'rsatilayotgan paytda oxirgi snap H to'lqinini chop etish vaqtini oldindan belgilash imkonini beradi. Davriy rejim, periodic mode. Oldindan belgilangan intervalga ko'ra avtomatik yozuv amalga oshiriladi. Saqlash rejimi, save mode. Maksimal 10 daqiqagacha yozilgan ma'lumotni saqlash mumkin. Tarmoq network. Patch tizimi shifoxona ichida patch serveri o'rnatilgan bo'lsa foydalanish mumkin. FTP esa Windowsning standart sozlamalari orqali ulanadi. Kompyuterda papka belgilansa, hisobotlar avtomatik ravishda shu papkaga saqlanadi. Hisobotlar zip yoki PIF formatida saqlanadi va uzatiladi. Patch sozlamalari, patch setting.
Patch serverining IP manzili, port raqami va aytiqli ma'lumotlarni kiritib ulanishni yakunlaysiz. Rasmni eksport qilish, export image. Rang, tezlik, speed, sezgirlik, sense, kanal, chiziq qalinligi, trace thickness, analiz va boshqa parametrlarni sozlash mumkin. Tip hisoboti, tip report. Format sozlamalarda shrift turi va shrift o'lchamini o'zgartirish mumkin. Qurilma zavoddan chiqqanida standart qiymatlar o'rnatilgan bo'ladi. Display. Displey oynasining ko'rinish parametrlari sozlanadi. Qurilma zavoddan chiqqanida standart qiymatlar o'rnatilgan bo'ladi. Filtr. Ach filtri va mushak, mustle filtri mavjud bo'lib, agar bazaviy chiziq tebransa, filtr kuchini sozlash mumkin. Standart filtr qiymatlaridan foydalanish tavsiya etiladi, chunki haddan tashqari kuchli filtr signalni buzib yuborishi mumkin. Ach filtri ishlatilayotgan mamlakatning elektr tarmog'i chastotasiga 50-60 Hz mos ravishda sozlanishi kerak. Texnik xizmat ko'rsatish, maintenance. Dasturiy ta'minotni yangilash, software update. Dasturiy ta'minot yangilanishi xatolarni tuzatish, funksiyalarni yaxshilash yoki yangi funksiyalar qo'shish talabi bo'lganda amalga oshiriladi. Yangilash uchun FAT32 formatdagi USB flash xotira kerak bo'ladi va yangilash fayllari elektron pochta yoki boshqa usul orqali taqdim etiladi. USBga fayl yuklashda uni alohida papkaga emas, asosiy RAW katalogga saqlang. USB qurilmaga ulanganidan so'ng bir necha soniya kuting, aniqlangach, yangilash faylini tanlash kifoya. Yangilash jarayonida ekrandagi versiya bo'limini bosib, joriy versiyani tekshirish mumkin. Hozirgi versiya 2.1 bo'lib, 30 sentabrda chiqarilgan versiya hisoblanadi. Odatda chiqarilgan sana bilan ajratiladi. O'rnatish tugagach, qurilmani qayta ishga tushiring. Sensor ekran kalibrlash, touchscreen calibration. Sensor nuqsoni yoki noto'g'ri teginish aniqlansa, kalibrlashni bajarish kerak. Asosiy ekranda Sense Speed Filter tugmalarni ketma-ket bosing va Yes ni tanlab kalibrlashni boshlang. Ekranda ko'rsatilgan 5 ta nuqtani aniq bosib, kalibrlashni yakunlang. Agar noto'g'ri bosilgan bo'lsa, ushbu oynadan chiqib, jarayonni qayta boshlash mumkin. Shovqin, noise yuzaga kelishi. Bemor terisi quruq bo'lsa, signal kuchsizlashib shovqin, noise ko'payadi. Bu holat ayniqsa qish faslida yoki quruq muhitda tez-tez uchraydi. Bemor terisi yoki elektrodni biroz namlash orqali shovqinning aksariyat qismi bartaraf etiladi. Yerga ulanmagan holda elektr ta'minotidan foydalanish ham shovqinni keltirib chiqarishi mumkin. To'rt chop etish muammolari, print issues. Hisobotning ayrim qismlarida normal chop etilmaslik holati yuzaga kelishi mumkin. Tip termal bosma boshligi bilan bog'liq nosozlikni tip testi orqali tekshirish mumkin. Tip holatini tekshirish uchun tip hisoboti talab qilinadi. System Retort mode tip menyusidan tip testini ishga tushirib tekshirish mumkin. Agar kalibrlashdan keyin ham muammo davom etsa, tipni almashtirish kerak bo'ladi. Tip sarflanadigan material bo'lib, foydalanish vaqti o'tishi bilan almashtirish kerak. To'g'ri ishlatilsa, tip bir necha yil davomida muammosiz ishlaydi. Bosib chiqarish kallagi. Yuqori qismda joylashgan bo'lgani sababli qopqoqni yopishda zarba bermaslikka ehtiyot bo'ling. 5 Calibration report. Signalda muammo yuzaga kelganda Chal reportni chiqarib, servis guruhiga yuboring. Ekranda Auto Chal report ni tanlang va Run Stop tugmasini bosib hisobotni chop eting. Chop etilgan hisobotni medlini Service TM'ga yuboring. 6 Sana sozlash va to'yin batteri almashtirish. To'yin batteri xizmat muddati taxminan 3-4 yil. Batareya tugagach, vaqt to'xtaydi. Etk o'lchoviga katta ta'sir qilmaydi, lekin patchga yuborishda sana kerak bo'ladi. Shuning uchun batareyani almashtirgandan keyin sana va vaqtni qayta o'rnating. Sana va vaqtni o'rnatish to'yin batteri almashtirilgandan so'ng, date bugungi sanani tanlash vaqtni o'rnatish tartibida bajariladi. To'yin batteri almashtirish qurilma yoqilgan holatda kabelni uzish uskuna zarariga olib kelishi mumkin. Albatta, power off qilgandan so'ng quvvat kabelini ajrating. 1 tip qog'ozini olib tashlang. 2 Bateriyani ajrating. 3 Tak markazidagi stikerni olib, vintni yeching. 4 Qolgan 4 ta vintni yeching. 5
Yuqori qopqoqni ko'tarib ilt kabeli, ma'lumot kabeli va tipq kabelini ajrating 6. Toin batterini olib, yangisini shu joyga o'rnating 7. Barcha qismlarni teskari tartibda yiging. 7. Wi-Fi ulanishi. Wi-Fi dongleni qurilma yoqishdan oldin ulang. 1. Qurilmani yoqing. System Network Wireless Settings Set 2. Start tugmasini bosib mavjud Wi-Fi tarmoqlarini qidiring. 3. Kerakli Wi-Fi tarmog'ini tanlang, chonneshni bosing, parolni kiriting. 4. Ulanish muvaffaqiyatli bo'lsa, Wi-Fi is connected xabari chiqadi. 5. Network Save tugmasini bosib sozlamalarni saqlang. 8. Bluetooth ishlash tartibi. 1. Qurilmani yoqing. Informatsion master parolni kiriting. 2. 121552. Aster setupda Bluetooth bo'limi ekranning markazida belgilangan chetket bo'lishi kerak. 3. Sozlamalarni saqlang, keyin System Network Wireless Settingsga qayting. Bluetooth tugmasi orqali on-off qilishingiz mumkin. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Mediline Medical